odam qo'yadi betga. Ye qator shavvozlari. Legenda. Bitta marojniy ekan, Ha, tushirib qo'yinglar ke qator. Mustaymo marojniy. Bu hotel mehmonxonasi ekan. Hojatxonalari hammasi. Qatorga mehmonxona juda ko'p mana shu qatorga. Asosan endi inostranslar qolsa kerak. Mana shu mehmonxona. Bu hotel. Mehmonxona qayer? Mehmonxona gostinitsa. Bu o'sha Amir Temur Oqsaroy bor, Qashqadaryodagi o'sha joy. Saqlab turishga ancha odam kerak ekan. Damitda 87 gektar. yana hotel. Asosan mehmonxonalar ekanda bu ham. Gullar chiroyli, obod qilib qo'yishibdilar. Archalarni ham ko'p. Toshkent o'zi Qimmatbaho archalardan ekilgan. Bu bog'ni joylashish hududini akamiz aytayaptilarki 80 gektar. madaniyat bilan gapir. 87 gektar ekan. Shunaqa joyga joylashgan. Ali hotel. Ali. Ha. Ramitdan kirdik boya. Bu kirishish. Mashinadan kirdik. Qorn ochib ketsa choyxonasi ham bor ekan lekin. Aka mana bu eski masjid, mana bu hozirda ishlamaydi, mana bu. Mana bu aka mana chap qo'limizdagi mana Koba. Koba mana bu. Koba. Nima u? Hozircha nima staloy qilib qo'yibdi turistlar uchun-da. Koba nima bo'lgan o'zi? Muzika nima qilsa aksiyada beradigan joyda ber. Turadigan hech narsasini staloy qilib qo'yibdi. Aksiyada qaysi beradi? Bu masjid nima ishlamayapti aka? Ishlamaydi bu masjid hozir. Ilgari ishlardi. Masjid degan. Aka mana bu bani hammom, qadimiy hammom. Bu o'sha Mana shuni cho'milishga mana shuni aytadi. Mana shu kirib hozir yopiq bu. Mana shu qadimiy hammom bir sham bilan qiziydi deydi ana shuni. Bitta sham bilan. Shunaqa hammomda yopiq bu, ishlamaydi. Ana. Ilgari ishlardi-da. Ishlashni, просто ichini ko'raylik qanaqa ekan. Ana Shahri Babis restorani. Texnologiya deysizlar, texnologiya oldindan rivojlangan.